Salay keladi. Lekin ba'zi odamlar oyiga 5 million so'm topadi-yu, boy bo'la olmaydi. Boshqalar esa 2-3 barobar kam topib ham asta-sekin boyib boradi. Muammo daromadda emas, muammo pul bilan munosabatda. Bugun sizni kambag'al qilib qo'yayotgan eng katta moliyaviy xatolar haqida gaplashamiz. Pul topish qiyin, lekin uni ushlab qolish undan-da qiyin. Ko'pchilik ko'proq ishlasam, avtomatik ravishda boyib ketaman deb o'ylaydi. Aslida esa ko'proq pul topgani sari ko'proq xarajat qila boshlaydi. Shuning uchun ham ko'pchilikda maosh oshadi, lekin hayoti deyarli o'zgarmaydi. Birinchi xato daromad o'sishi bilan xarajatlarni ham oshirish. Birinchi maosh kreditga yangi telefon, keyin vykupga yangi mashina, keyin qimmat restoranlar, keyin brendli kiyimlar. Maosh qancha oshmasin, oy oxirida hisob yana 0. Maosh qancha oshmasin, oydan oyga yetmaydi. Muammo pul ko'payganida emas, muammo xarajatlaringiz oshib ketganida. Ikkinchi xato, byudjetsiz yashash. Agar siz pulingiz qayerga ketayotganini bilmasangiz, pul sizni boshqaradi. Siz pulni emas. Har oy yozib boring, nimaga qancha ketdi. Faqat shunda siz haqiqiy vaziyatni ko'ra olasiz. Uchinchi xato, kreditni daromad deb o'ylash. Bank kartangizga 100 million tushsa, siz boy bo'lib qolmadingiz. Sizning majburiyatlaringiz oshdi. Ko'p odam kredit evaziga o'zini boy his qiladi, lekin oyma-oy foiz to'laydi. Kredit pul olib keladigan qanaqadir aktivga tiqilsagina foydali bo'lishi mumkin. To'rtinchi xato, investitsiyani kechiktirish. Ko'pchilik oldin boyib olay, keyin investitsiya qilaman deydi. Investitsiya qilishni erta boshlagan odam vaqt kuchidan foydalanadi. Hatto kichik summalar ham yillar davomida katta natijalar berishi mumkin. Beshinchi xato bu bitta daromad manbaiga bog'lanib qolish. Faqat maosh. Bu juda xavfli. Agar ish yo'qolsa, daromad ham yo'qoladi. Bugungi kunda qo'shimcha daromad yaratish imkoniyatlari juda ko'p. Freelance, content, savdo, consulting, onlayn xizmatlar. Oltinchi xato o'zingizga investitsiya qilmasligingiz. Eng yuqori daromad keltiradigan aktiv bu sizning o'zingiz. Bilim, ko'nikma, tajriba, yangi til, sotuv, marketing, sun'iy intellekt. Bularni sizdan hech kim tortib ola olmaydi. Chunki bu o'sha sizning ichingizdagi bor naviklar, qo'lingizdan keladigan narsalar. 7-xato boy ko'rinishga urinish. Ba'zi odamlar boy bo'lishni emas, boy ko'rinishni xohlaydi. Oxirgi model telefon, qimmat soat, lekin bank kartasi deyarli bo'sh. Boy odam ko'rinish uchun emas, erkin yashash uchun pul yig'adi. pulni ko'paytirishdan oldin uni to'g'ri boshqarishni o'rganing. Ushbu videodagi 7 ta xatoni qilmasangiz yoki o'sha 7 tadan bittasini qilmasangiz, 1 yil davomida moliyaviy sharoitingiz o'zgaradi. Kasal bo'lmang. Ciao. 5x ga qo'yib ayting. Pulni ko'paytirishdan oldin uni boshqarishni o'rganing. Chunki pul Agar ish yo'qolsa, savdo, konsult, yana ayt, boshla. Avvalambor Solayjonga, o'zimga, Solayjonga va o'zimga. Men aytaman. Shu bola. Eng katta production mana shu bolada.